Milliy sertifikat 11-variant yechimlari. Disproporsionlanish reaksiyasini aniqlang. A variantdan boshlaymiz. Kaliy permanganat tarkibidagi marganez oksidlanish darajasi +7. Reaksiyadan keyin marganez +6 holatga o'tyapti. Keyingisi marganez +7 holatidan +4 ga ham o'tyapti bu yerda. Keyin kislorod oksidlanish darajasi bu yerda -2, mana bu. Reaksiyadan keyin erkin holat 0 ga o'tyapti. E'tibor bersak bu yerda marganez +6 +4 ga o'tganda elektron qabul qilyapti va oksidlovchi. Kislorod esa elektron beryapti, bu qaytaruvchi. Bitta molekula tarkibiga kiruvchi ikki xil element oksidlovchi va qaytaruvchi vazifasini bajarsa, bu ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Oksidlanish qaytarilish reaksiyasi ichki molekulyar. Bizga disproporsiya kerak edi, bu xato ekan. B varianti azot peroksidi, azotning oksidlanish darajasi +4. Reaksiyadan keyin nitrat ko'rishga o'tyapti, +5 bo'ladi nitratlarda va nitrit kislotada +3. Bitta element oraliq oksidlanish darajasidan yuqori hamda past oksidlanish darajasiga o'tsa, bu disproporsionlanish reaksiyasi deyiladi. Aynan mana shu bizga kerak bo'ladi, disproporsionlanish. To'g'ri javob B varianti. Keyingilarni ham ko'raylik, qaysi reaksiya turi kirishini. C varianti rux. Oddiy elementlar, oddiy moddalar 0 holatda bo'ladi. Reaksiyadan keyin birikmasiga o'tyapti, +2. Xloridlarda xlor -1. Xlor o'zgarmaydi, xlor o'zgartirmaylik. Vodorod +1 dan erkin holatga o'tyapti, erkin holatda 0 ga teng. Bu yerda e'tibor beramiz, oksidlovchi hamda qaytaruvchilar ikki xil element bo'lyapti va ikki xil molekulaga tegishli. Atom va molekulalarga tegishli. Bu molekular aro bo'ladi. Molekulalar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Bu ham biz uchun kerak emas javob. Biz javobimiz chiqqan. Keyingisi ammonitrat. Ammonitrat tarkibidagi ammonidagi azot oksidlanish darajasi -3, nitrati tarkibidagi esa +5. Reaksiyadan keyin azot peroksidiga o'tyapti, +1. Ikki xil oksidlanish darajasidan oraliq oksidlanish darajasiga o'tyapti. Bu sinproporsionlanish reaksiyasi, disproporsiyaning teskarisi bu. Sinproporsiya. Bizda disproporsiya o'zi aniqlangandi. B javob to'g'ri edi. Belgilab qo'yamiz. Kaliy yodidni molekulyar massasini hisoblashdan boshlaylik. Ekvivalent topish uchun kerak bu. Molekulyar massasi 39 ga 127 ni qo'shsak 166. Ekvivalentni hisoblash uchun 166 ni 1 ga bo'lamiz, chunki 1 kara 1 1 ga teng. Ekvivalent 166 ekan. Massasini hisoblaymiz endi. Massani hisoblash uchun tok kuchi, vaqt va ekvivalentni bo'lishimiz kerak Faraday soniga. Tok kuchi 13,4 amper, vaqt 2 soat, ekvivalent 166 taqsim Faraday soni. Vaqt soatda kelganda 26,8 ni kiritsak bo'ladi. 2 ni ko'paytirsak 26,8 bo'ladi, keyin bular qisqarib ketadi. Natijada 166 ni o'zi qoladi. To'g'ri javob A varianti.